Assalomu alaykum. Uyg'ur mustaqillik to'pidagi qarindoshlar. Men Qurbonvali. Men hozir Dunyo Uyg'ur Qurultiyi televiziyasidan anglatgan bir xabarni angladim. Uningda 92-yili 12-oyda açılgan Sharq Turkiston Milliy Qurultiyida Xitoy xalqi dushmanimiz emas, Xitoy hukumatı bizning dushmanimiz deb qaror elingan deb aytibdi. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mushu vaqtingiz xayrlik bo'lsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Abdurup Maqsum, Ziya Samadi, İsa Yusuf Olibtekin, Hüseyin Qari İslami, General Muhammad Raza Bekin, Ahmet Egamberdi, G'ulomidin Ahmed Paxta, Yusufbek Muxlisi qatorliq ko'plagan milliy ustozlarimizning va chet ellarda faoliyat elib berayotgan butun Uyg'ur tashkilot rahbarlarining qatnashi bilan 1992-yili 12-oyda Istanbulda chaqirilgan tunji navbatlik xalqaro Sharq Turkiston milliy qurultayida e'lingan qarorlarning bir moddasida Xitoy xalqi bizning dushmanimiz emas, bizning dushmanimiz bo'lsa, vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan va Sharq Turkiston xalqiga putmas, tugumas baloyi ofatlarni elib kelayotgan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatidan iborat deb ko'rsatilgan. Shundan buyon chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz ayni chog'da milliy ustozlarimiz tarafidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq umumiy bayonnomasining va irqiy ayrimchilikqa qarshi turish xalqaro ahdnomasining prinsiplariga mos holda olgan mazkur tarixiy qarorning ruhiga amal qilib, xalqaro sahnalarda kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi kurash qilayotgan Xitoy demokratik kuchlari va Xitoy tadqiqotchilari bilan belgilik doira ichida dialog o'rnatib kelmoqda. Bunu qanday qilib bu mushkullarni ko'tarib chiqdi. Buning hozir Dunyo Uyg'ur Qurultiyining Eysachilar Tayvanga berib Gomindanning peshiga esilgan shundoq bir ishi bilan nim munosabati bor. Buni o'ylab boqaylik. Men Qurbonvali shu 92-yili 12-oyda açılgan İstanbulda açılgan şu Sharq Turkiston Milliy Qurultiyiga qatnashgan. Amerikadan G'ulomidin Paxta bilan ikkimiz borgan. Men o qurultayda Katibat guruhida ishladim. Katibat guruhida bizning Abdukim Baqi do'stimiz, men ikkimiz Katibat guruhida ishladik. Katibat guruhisining ishiga Mamtimin Hazratmi pat-pat aralashib qo'yatdi. Abdukim Baqi har qaysi guruhlarda kunda bo'lgan muzokaraning ahvolini yig'ib to'plab akilib mening qo'limga beradi. Men kunda bir son yig'in xabari deydigan bir betlik gez chiqaratdim. Şu vaqtda bu İsa Xitoy xalqi bizning dushmanimiz emas, Kommunist partiya bizning dushmanimiz degan bir siyosatni taklifni o'tirib qo'ygan adam shu. O vaqtda Ziya Samadi, Abdurup Maqsum, Yusufbek Muxlis qatorliq O'rta Osiyodan kelgan peshqadam ziyolilarimiz bu gapga qo'shilmagan. Xitoy hukumatı bizning dushmanimiz deganni ta'kidlashni o'tirib qo'ygan. Ana o gap keyin qandoq o'zgardi? Qani shu vaqtda chiqqan shu yig'in gazetining qaysi yerida bor? Qarorning qaysi moddasida shundoq bor? Bir ko'rsatsin. Men shu katibat ishlariga qatnashgan. Xitoy xalqi bizning dushmanimiz emas degan gap yozilganligi faqat esimda yo'q.
Bunda gapni 30-cı illardımı aşı İsa qılğan. Şuningdan keyinmi shu İsa'nın Gansuliq Xitoy xutundan bo'lgan o'g'li Erkin İsa mush gaplarni qiladi. Uning hunari u. Bu masalani qayta aniqlash mumkin. Endi hozir u odamlarning hammasi degidek tugab ketdi. Faqat shu İsa'ning haromdan bo'lgan o'g'li İsa Yusuf'lu ba. Başdan ahir İsa'nın nazariyasini shu yo'l qo'yib kelyapti. Bu qatim Tayvangimi Gomindan bilan kurashishga boshqalarni avatdi, o'zi bormidi. U degan intayin pishqan quv hiylagar xoin. Men bugun sal qaynab qoldim. Gapni mehmon qo'pol qilyaptim. Kechirgaysizlar. Ammo amaliy ahvol shundoq. Bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın tor televiziyasi mush kunda mush gapni ko'tarib chiqishi qaytadan Gomindan bilan hamkorlik tuzdiganligidan bir bishorat beramdi qandoq. Shu 40-cı yillarda vaziyat Uyg'urga nihoyat foydali bo'lgan. Shunday vaqtda Gomindan riyosatchilik qilib 11 bitimni tuzib chiqqan. 11 bitimning birdan-bir eng cho'ng moddasi Şinjan degan bayroqni esish, shuni qabul qilish. Shuni qabul qilsa, qolgan hamma shartinglar kunimiz degan. Bu Sharq Turkiston vakillari mushu gapga aldinib qolgan. Hozircha shuna deb turib, keyin birmi qilolmaymizmi degan gapni qildi degan gapni anglagan. Men uni boshqalarning og'zidan oldim. O'zim bevas o'qimayman. Shu vaqtda shundoq bo'lgan. Shu 11 bitim Uyg'ur vaziyatini o'zgartirib etdi. Endi hozir Amerika qatorliq demokratik davlatlar Xitoy Uyg'urga qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik qildi degan jinoyatni atib, uni harakatga aylantirayotgan bir vaqtda bular yana berib, Gomindanning peshiga esilib, ish qilyotdi. Tayvanga berib, Gomindan shahada shuning bilan bir ish qilyotdi. Buningda qandaq xubbiyani ishlar bor, texi oshkorlanmadi. Endi men mushuni anglagandan keyin ba'zi gaplarning toza amaliyotga uyg'un emasligini bilganligim uchun mushunchalik izohat berib qo'ydim. Keyin yana so'raydigan savollar bo'lsa, mening ismni borlarini men chuqur ko'pchilikka deb beraman.